alaykum hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizdan namanganlik klientlarimizga sim tekizlab kesadigan, armatura bukadigan hamda armatura kesadigan stanoklarimiz optim narxlarda dastavkaga berilyapti. Kimga shunaqa stanoklarimiz kerak bo'lsa, ekran nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Sim tekizlab kesadigan stanogimiz 380 voltda ishlaydi, motori 7,5 kW, to'rlidan 12 ligacha bo'lgan simlarni tekslab razmerlariga qo'yib kesib beradigan stanogimiz bo'ladi. O'zini kompyuter migalari bor, shunga kirgizib qo'ysalaring, o'zi kesib tekizlab beradi. Namanganlik klientlarimiz katta dom qurilishiga bu stanogimizdan bitta va armatura bukadigan stanogimizdan bitta. Armatura bukadigan stanogimiz 32 ligacha bo'lgan armaturalarni bukadi. 90 gradusga, 40 gradusga xohlagan razmerlaringga bukib berishga mo'ljallangan. Motori 3,5 kW, 380 volt tokda ishlaydi. Armatura kesadigan stanogimiz esa 32 ligacha bo'lgan armaturalarni kesib beradi. Motori 3 kW bo'ladi. 380 voltda ishlaydi. To'rlidan 32 ligacha armaturalarni kesib beradi. Kimga shunaqa stanoklarimiz kerak bo'lsa, bemalol do'konimizda xarid qilishlari mumkin. Optim narxlarda qilib beriladi. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massiv Malina City joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi.